Endiki mavzu hürmetli vatandaş birinci sağa. 2019 yıl 4. 2019 yıl 4. ayının 6. günü hafta şembe. Mavzumunda Amerika tallap aldı. Cungo birinci derecelik düşman mavzulu haber 4. ayının 4. günü Fransiya Halkara Radyo Stansiyası tarafından ilan kılındı. Haber bundan başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Cumhuriyetçiler Partisi'den Avam Palatasi Tashqi Munosabatlar Komitetining nopozdoq a'zosi Michael McCowell 4. ayning 1. kuni Wilson Xalqaro Olimlar Markazida Amerika tashqi siyosati, Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosatini muhokama qilish yig'iniga qatnashib, bir yo'l bir belbog' siyosat ve Cungo'nun kengaymichiligi, butun dunyo iqtisodiga yetakchilik qilish g'arazlarining ifodalarini tanqidlab, Cungo Amerikaning birinchi darajalik dushmani deb ko'rsatdi. Bu xabarimiz müşahede oxirlashi. Nima qilasanlar keyingilarda boshqa muhokama temalariga uni qoldirib qo'ydim. Mush avzosini men sizlarga tayyorlab berdim. Endilikdagi yangi mavzu. Amerika matbuotlari Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining Tayvanning demokratiyasini qo'llaydigan vaqt yetib keldi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 4. ayning 5. kuni Cungo'ga nazar torbitida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Cungo harbiy taraf yaqindan beri orqa-orqadan bir necha qatam harbiy aeroplan chiqarib Tayvanni aylanib chiqqanligi aniqki, Tayvan hukumatiga besim ishlatganligida. Amerika matbuotlari maqola e'lon qilib bundoq ko'rsatdi. Beijing doir har xil vositalarni ishlatib, Tayvanga besim ishlatishda hargiz voz kechmaydi. Jumladan harbiy jihatda popozni ishlatishim buning ichida. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Tayvanni qo'llaydigan vaqt yetib keldi. Biz Prezident Trumpning bu masalaga e'tibor berishi kerak deb o'ylaymiz. Amerika matbuoti 5. ayning 31. kuni 2 dona 11 belgilik harbiy aeroplan chiqarib, Tayvan bo'g'ozi o'tir liniyasidan uchib o'tib, Tayvan hukumatiga ig'vogarchilik qildi Cungo. Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen 4. ayning 1. kuni bundoq ko'rsatdi. Men davlat bexatarligi to'g'risidagi dokladni oldim va harbiy tarafga o'tir liniyadan uchib o'tgan har qanday ig'vogarchilikka birinchi vaqtda qo'g'lab chiqarib etish yoki qo'g'lab to'sib olish to'g'risida buyruq ko'rdi, dedi prezident Tsai Ing-wen. 4. ayning 1. kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministrligi Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi bayonot e'lon qilib o'xshashlashga urgan bundoq ko'rsatdi. Amerika hukumati hozirgi holatni o'zgartirishga uringan har qanday yakka harakatlarga qarshi turdi. Lekin Cungo hukumati hozirgi holatni o'z oldiga o'zgartirishga urinyapti. Tayvan bo'g'ozining tinchlik vaziyatini buzmoqchi bo'lyapti. Yaponiya hukumati ishki kabineti boshlig'i Guai Li uchoq obzor e'lon qilib bundoq ko'rsatdi. Tayvan bo'g'ozining tinchligini qo'llash intayin muhim. 4. ayning 2. kuni Yevropa Ittifoqi bayonot e'lon qilib bundoq ko'rsatdi. Tayvan bo'g'ozida ikki taraf vaziyatini jiddiylashtirimasligi kerak. Ikki taraf qayta suhbat qurishi lozim. İki taraf qayta suhbat qurishi lozim. O'xshash bir kunda Cungo'ning aloqador gazeti, Yer shari vaqt gazeti orqa-orqadan ikki parcha obzor e'lon qilib, Yer sharining chaqiriqlariga pisand qilmagandan boshqa ovozini yuqori ko'tarib, nuqtaliq holda Tayvandagi harbiy bazani bartaraf qilishni chetga qo'ymaymiz. Demak, biz nima dedik? Qurolliqni jang qilg'uchi qismlar kirdi deb bilgan bu ne? Cungo'ning Yer shari vaqt gazeti harbiy baza deb atabdi. Demokratiya Taraqqiyot Partiyasi hukmronlik qilayotgan Tayvanni
Livan'a, ikinci Livan'a aylandırmız. Ondan başka alakadar matbuat layanımında görsetti. Tayvan boğazıda perez kılıngan ottara liniyani Jungo itiraf kılmaydı. Tayvan'dan nöbetçi ciddi vaziyeti de her bir tokunuşlu saklanğılı olmaydı. Her bir tokunuştan saklanğılı olmaydı dedi gezet. Bu gezet yanımında dedi. Jungo'ga tehdit payda kılgan Tayvan'daki her bir bazını noktalı bir taraf kılımız. Bu haber de şikayet tekrarlandı mı? Yoki gezetin yazgan makalesinin bu degen ne? Degen gezet yer şarı vakit gezeti Jungo'nun. Lekin biz bularni kılganda her bir hareket kollanganlık deb hesaplamaymiz. Amerika'da erkinlik Munari gezeti obzor ilan kılıp mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi armiyasi ishkidan aeroplan chiqarib Tayvan bo'g'ozidan o'tganligi qasddan qilingan harakat. Amerika gezetlari mundaq deydi. Prezident Trump hukumati qattiq tadbir qo'llanib bergan va va'dasiga kapolatlik qilishi lozim. Beijing hukmronlik qilmoqchi bo'lgan Tayvanni qo'g'dashga kapolat ega qilishi lozim Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati. Jungo'ning Tayvanni harbiy egallashining oldini olishi va to'sishi lozim. Demak, Tayvandagi harbiy baza degan so'zni tushungansizlarga so'zdir. Qoraloqsiz jang qiluvchi qismlarning qirg'oq chiqishi.